Assalomu alaykum musofirdagi do'stlarim. Oxiringi ish chiqarganimga kommentariyalarda o'qib chiqdim. Akalar, opalar, yaxshi kommentariyalar juda ham ko'p, yomon kommentariyalar ham bor. Hozir bitta kommentariyalarni o'qiyman. Qaysi kommentariy, qaysi odamlarga qanday javob qaytarish kerak, javoblaringizni aytaman. Mana akalar, opalar, kommentariyaga o'tib, обязательно kommentariy yozinglar. Like bosinglar va shu videoni tanish bilishlaringga tarqatib qo'yinglar. O'sha ishda videosini ko'rmoqchi bo'lsalaring, 180 ming rubldan to 210 ming rublgacha deb ish chiqarganman. Realni shuncha topsa bo'ladi, zavisit odamning o'zidan. Agarki o'sha videoni ko'rmoqchi bo'lsalaring, kommentariyaga silkasini zakrepit qilib qo'yaman. Silkani izlasizlar, o'sha videoni o'tib ko'rishlaring mumkin. Akalar, opalar, birinchi kommentariyadan bo'lmasam boshladik. Yaxshi kommentariy yozadiganlar ham bor, yomon kommentariy yozadiganlar ham bor, ahmaq odamlar ham bor, yaxshi odamlar ham bor. Birinchi kommentariyimizga qaranglar, nima deb yozib qo'yibdi. Hayotda buncha pul topa olmaysizlar. Shuning uchun skladda hech kim yo'q. Skladda ko'rmadingizmi akam? Qancha odam ishlayapti? Kim akam bu akamiz? Bahodirjon Eshmuradov. Bahodir aka, skladda ko'rmadingizmi qancha odam ishlayapti? Agarki siz kelsangiz ham, kelmasangiz ham bu skladda ishi ketaveradi. Siz kelmasangiz boshqa odam kelib ishlaydi. Normalniy pul ishlayman degan akalarimiz, opalarimiz kelib ishlaydi. Siz uyda bosh tiqashlab yotavering. Kommentariy shu internetga kiring-u, har bitta videolarga negativ kommentariy yozib o'tiravering. Pul ishlab bo'lmaydi. Ishlayman degan odam-ku, ne только skladda, kallasi ishlasa, boy joydan pul topsa bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar akalar, opalar. Ikkinchi kommentariyaga o'tamiz. Hozir o'qib beraman. Demir: Assalomu alaykum aka, iltimos bez dokumentlarga ish chiqaring. Erkak ayollarga biz qiynalib qoldik. Ishlaringizga omad ukajon. Demir, erkak kishimisiz, ayol kishimisiz, kim yozgan bilmadim-u. Bez dokumentlarga ham ish bor. Chiqaramiz, xudo xolasa. Ekranda ham nomer qo'yaman keyin oxirida. Videoni to oxirigacha ko'ringlar. Like-da ayamasdan bosinglar va обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariy yozinglar. Har bitta kommentariyaringizni o'qiyman. Ko'pchiliklar telefon qilib tusha olmasa agar kommentariy yozsa, kommentariyalarni o'qiyman. Gazini bosinglar kommentariyaga. Yaxshi kommentariy yozasizlar, ko'pchiliklarni bilaman. Ko'pchiliklar negativ kommentariy yozadi. Demir aka, bez dokument ham ish bor. Telefon nomer qo'yaman, hali o'sha telefon nomerga telefon qilasiz, xudo xolasa ishga joylab qo'yadi. 5000-6000 rubl ishlash bir kunda невозможно deb yozishyapti-da ko'pchiliklar. Nima uchun невозможно? Hamma narsaning iloji bor. Agarki siz ishlagani kelgan bo'lsangiz, maqsadingiz faqat ishlash bo'lsa, pul ishlash bo'lsa, oilangizni boqish bo'lsa-ku, ko'pchiliklar keladi-yu, maqsadi ishu, lekin ishi yoqmaydi. Ishi yoqmaydi, o'sha uchun baqa bo'ladi, boshqa joyga boradi, yana boshqa joyga boradi, shunday qilib sarson sargardon bo'lib yuraveradi. Keyin aytishadiki, pul ishlalmadik dedi. Aqa bordik, pul ishlalmadik, baqa keldik, pul ishlalmadik. Odam bitta joyda chidab ishlash kerak, ishini o'rganish kerak, ishini ustasi bo'lish kerak, o'sha ishda bo'ri bo'lish kerak. Keyin o'shanda pul ishlaysiz. Bo'lmasam sakrab yuraversangiz, hayotda pul ishlalmaysiz. Shuni esingizdan chiqarmang. Men sizlarga hech qachon yomon ishni tavsiya qilmayman. Xohlaymanki sizlar ham yaxshi ishlab, puldor bo'lib, sizlar qancha yaxshi ishlasalaring, shuning orqasidan biz ham ishlaymiz. Men ham xohlaymanki sizlar ham yaxshi ishlarda, yaxshi joylarda, yaxshi pul topishlaringda. Akalar, opalar, o'sha uchun mana shu videoni tarqatamiz, tanish bilishlarimizga tarqatamiz. Ko'rsin hamma, kelsin ishga joylashsin. Faqat meni kanalim shu ish to'g'risida hozir danli moment ketyapti. Inshaalloh, xudo xolasa, boshqa направление ham olamiz. Ko'ramiz odamlar qancha ishlayapti. Hali Rossiyaga borib ham skladlarda odamlar bilan gaplashamiz. Kim qanday ishlayapti, necha pul oylik olyapti. Oz qoldi, kutinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ki endi birinchi marta ko'ryaptirgan bo'lsa kanalimni, podpisatsiya qilib qo'yinglar, obuna bo'lib qolinglar, tamom. Dalshi kuzatishda davom etasizlar, xudo xolasa. Shu ko'rib turgan odamlarni hammasini ishga joylaymiz. Barno Qilichova opam yozibdiki, baraka toping, ukam aeroportdan, tamojnidan qanday o'tsa bo'ladi? Savol bersam javob berish qiyin. Shuni ham iloji topinglar, uka. Aeroportdan
masalan qanday savol beradi, nima savollarni beradi? Aytingchi, nima savollar beradi? Aeroportdan siz QR kod qilishingiz kerak Rossiyaga kelishingizdan oldin. Agar гражданствоingiz O'zbekiston bo'lsa, QR kod qilasiz. Короче, bir 3 kun oldin, 72 soat oldin QR kod qilasiz. Xudo xolasa, yangi videomizda bu haqida ham chiqaramiz, ma'lumot beramiz, чтобы akalarimiz, opalarimiz qiynalmasligi uchun qanday qilib QR kod olishlari mumkin. Ma'lumot beramiz, xudo xolasa, yangi videomizda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aeroportda qanday savol beradi? Qayerga boryapsiz? Nimaga boryapsiz? Например, aytadiki, shunga Rossiyaga keldingiz deydi. Siz aytishingiz kerak, yo работа, yo учеба, yo частный. Qaysi biri bo'lsa, o'shalarni aytishingiz kerak. Qayerga borasiz deb aytganda, shu bironta tanishingizni uyini aytishingiz mumkin, yo bironta ishxonani aytishingiz mumkin. Shularni aytsangiz, o'zi qo'yaveradi, o'tib ketasiz. Все равно aeroportlarda hozir данный moment ushab o'tiradi odamda. Farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar ushab o'tiradi. 5 soat, 6 soat, kimnidir 12 soat ishlayapti, kimnidir sutkalab ushab o'tiribdi. Зависит qanday odamligidan. Telefonlarni tekshiryapti. Telefonlarni tekshirsa, biron yomon narsa chiqarib qo'ysa, ulardan orqasidan ham problema qilyapti. O'sha uchun rus tilini bilish kerak. Bu narsa uchun rus tilini o'rganinglar. Qancha rus tilini yaxshi bilsalaring, shuncha o'zlaringga yaxshi. O'ylaymanki, savolingizga javob qaytardim. Men ham fevralda kelganman. Kunlik 5200 yotoq, ovqat, dokument bepul. 45 kun ishlab, zo'rg'a 5000 avans olganmiz. Kamiga o'zlarini tanish mentiga chaqirib 40 rubeldan berdim deb turib oldi. Ko'pchilik Allohga solib chiqib ketdi, menga o'xshab. Akam, Inom aka, qarang. Bilaman, o'zimni ham aldashgan Rossiyaga borganimda. Meni ham pulimni bermagan, meni ham kidat qilgan. Asta sekinlik bilan shunaqa odamlarni men o'zim topib turib nima qilganman, keyin asta sekinlik bilan jazosini berganman. Xudoga shukr, hozirgacha odamlarni kimnidir pulini bermay qo'yadi, kimnidir biron ishxonada aldaydi. Bundaqa odamlarga ham yordam beramiz. Tanish bilishlar bor. Bularni Allohga solasiz. Qiyomat kunida bular bilan gaplashasiz akam. Agar bu dunyoda o'sha pullaringizni ola olmadingizmi, Allohga solib qo'ying, o'zi biladi. Alloh har bitta bandani rizqini Alloh beradi. Не то что ular beradi. O'sha sizga ish bergan odamlar bas. Ish bergan odamlar sizga rizqingizni bermaydi. Alloh beradi. Taqdiringizga shu narsa yozilgan ekan, endi nima qilasiz boshqa? Allohga solib qo'ying, o'zi Alloh boshqa joydan rizqni yetkazib keladi. Keyin yana bir narsaki, Rossiyaga keldingizmi, sal shustri bo'lish kerak. Sal shustri bo'lsangiz, bu yo'lni topib ketasiz. Agarki даже tilni bilmasangiz ham shustri bo'ling-ku, yo'lni topib ketasiz. Birinchi o'rinda lekin rus tilini bilishingiz kerak. Agar rus tilini bilib turibdi, dub bo'lsangiz-ku, вообще shustri bo'lmasangiz-ku bu yerda hech nima qo'lingizdan kelmaydi. Shunday odamlarni ko'rdimki, вообще rus tilini bilmaydi-yu, lekin shustri bolalar, shustri ayollarni, o'zlarini yo'lini topib ketishardi. Shunday bolalarni ko'rdimki, shunday odamlarni ko'rdimki, rus tilini yaxshi biladi, lekin dub. Nima desam bo'ladi? Haligi daraxtda bitta joyda turadi, o'n daraxtga o'xshaydi. Shunday odamlar yo'lini topa olmasdi. Shu vaziyatdan chiqib keta olmasdi. O'sha uchun kamroq shustri bo'lish kerak bu yerda. Podolsk Danondan, skladidan guruchchilikka ish bo'lsin. Akam, Podolsk Danondan ish bor. Agarki kelmoqchi bo'lsangiz, xudo xolasa videosini chiqaraman, nasib qilgan bo'lsa. Hozir hamma kommentariyalarni ekranga qo'yapman, ko'ryapsizlar, o'qiyapsizlar o'zlaring. Bolalar reklama pulda olayapti. Shuning uchun ham pulini 6-7 ming rubl deyapti. Borib ishlasang 3,5. Yaxshi ish bo'lganda odamlar to'lar edi. Akam, otingiz ham yo'q ekan, familiya ham yo'q, bitta erkak kishimisiz, ayol kishimisiz, BBGG, короче. Quloq soling. Yaxshi ish bo'lganda odamlar to'lardi. Yaxshi ish, bu ish yaxshi ish. Agarki siz ishlasangiz yaxshi ish. Ishlamasdan turib aytib o'tganimdek chumchuqdek sakrab yursangiz, ardan baqa, hech qaysi ish sizga yaxshi emas. Даже 1 million rubl oylik sizga qo'yib bersin-ku,
ishlamasangiz-ku, o'sha ishni bajarmasangiz-ku, sizga hayotda 1 million rubl bermaydi. Chunki ishingizga qaraydi. Bu yerda ob'yom qancha ko'p, qancha yaxshi ishlasangiz, shuncha ko'p pul topasiz. Agarki o'tirsangiz borib o'sha yerda, u ish yoqmayapti, yurish yoqmayapti, ishlash yoqmayapti deb o'tirsangiz, hayotda 1000 rubl ham topa olmaysiz. Shuni sizdan chiqarmang. 3,5 ming rubl bas, 10 ming rubl ham ishlasa bo'ladi bir kunda. Men o'zim komplektovchilikda ishlaganman. Bir kunda 7-8 ming, 12 ming rubl ham topardim. O'zim skladlarda, mana shu skladda gruzchilikdan boshlab hamma ishni qilib chiqqanman. Komplektovchilik, brigadirlik ham qilganman. Upakovkada ham ishlaganman. Menejer ham bo'lib ishladim. Mana skladlardan ishlab endi Allohga shukr odamlarga ish topib beryapman. Nasibamizda shu yozilgan ekan, mana odamlarga ish topib beryapman. Чтобы bitta odam borib ishga joylashsin, shu bizda orqamizdan borib ishga joylashsin, rizqini topsin deb. Rizqini biz bermaymiz, rizqini Alloh beradi-yu, lekin biz sababchi bo'lib qolamiz, o'sha odamni ishga borib joylashishiga sababchi bo'lib qolamiz. O'sha uchun akammisiz, opammisiz, shuni sizdan chiqarmangki, hamma narsa o'zingizning qo'lingizda. Harakat qilsangiz, Alloh sizga barakasini beradi. Shuni sizdan chiqarmang. Negativ kommentariyalarni o'qib beryapman. Mana ko'rib turibsizlar, nima yozibdi. Kim ekan? Azamat Aliyev. Bular haligi uyda yotib olib, chuqurlab o'tiradi telefonda, bitta biror narsa chiqib qolsa, shuni o'shanga kirib turib kommentariy yozish kerak, negativ kommentariy yozish kerak. Yo biron joyda o'zini kuyib qolgan, yo biron joyda aldagan bunaqa odamlarni. Ishlamagan, yaxshi ishlamagan, pulini bermagan, pulini ola olmagan, o'sha uchun kuygan bu odamlar shunaqa kommentariy yozadi. So'kishim mumkin men ham bu odamni, lekin nima keragi bor? Bu odamni o'zi hayot so'kib qo'ygan. Nima qilaman men buni? Bunaqa odamlarni so'kib aytinglarchi. Bunaqa odamlar yotib oladi, telefonda chuqurlab o'tiradi telefonda. Keyin bironta normalniy video, savobli video ham chiqib qolsa, negativ kommentariy yozib oladi. Chunki bu odamlar dalbayob odamlar. Bunaqa odamlar juda ham ko'p, lekin yaxshi odamlar undan ham ko'proq. Shuni esimizdan chiqarmaymiz. Yaxshi yozadigan kommentariy, yaxshi kelib ishlaydigan odamlar juda ham ko'p. Ishlamaydigan odamlar juda ham ko'p. 8 yildan beri shu sohada ishlayib turgan bo'lsam, skladlarda sohasida ishlayib turgan bo'lsam, shunday odamlarni ko'rdimki, og'ziga nonni shunday sop qo'ysangiz ham, og'ziga nonni sop qo'yasiz-ku, tayyor oshni sop qo'ysangiz ham, haligini chaynab yutalmaydi. Bu deganim nima degani? Ishni berib qo'ydingiz, hamma sharoitini yaratib berdingiz ham, haligi ishni uddasidan chiqarmaydi. Nima uchun? Chunki ishlash vaqti yo'qmaydi. Dangasa, dambal odamlar bular. Shunaqa odamlarning orqasidan juda ham ko'p kommentariy yozishadiki, biz bordik, bu yerda bunday ekan, bu yerda unday ekan dedi. Конечно, ishlamagandan keyin shunday bo'ladi-da. Men ham o'zim skladlardan shu ishlab chiqqanman. Skladlarda ishlaganman oldin. 1000 rubl olardik, 1,5 ming rubl olardik vaqtida. Asta sekinlik bilan o'sib, keyin mana Xudoga shukr, normalniy oylik oladigan bo'ldik. Skladdan ham chiqdim. Boshqa ishlarga ham o'tdim. Mana odamlarni hozirdan nima ishga qo'yamiz. Yana nima qilaylik? Akalar, opalar, kommentariyaga o'tib yozamiz. Agarki kimgaki ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ishlar juda ham ko'p. Ishlar bilan tanishtiramiz, ishlarning videosini tashab beramiz. Kelasizlar, ishga joylashasizlar. Agar O'zbekiston, Tojikistondan biletga pul topa olmayap turgan bo'lsangiz, bir narsani aytib o'taman, lekin bilet olib bermaymiz-ku. Bilet olib berganda nechta odamlar aeroportdan kelib qochib ketgan, nechta odamga kuyganmiz. O'sha uchun hozirchasiga bilet olib bermayapti. Taksi pulini to'lab beradi. Taksi topasiz O'zbekistondanmi, yo Tojikistondanmi, Qirg'izistondanmi, farqi yo'q. Taksi topasiz, biz место положения tashab beramiz, yotoqxonani место положениесini. Ishchilarimiz yotadigan joyda место положениесini tashab beramiz, borasiz, joylashasiz. Undan keyin pulini
taksistga sanab beradi, siz qolasiz o'sha yerda. Tamom? Qolasiz, dalshi ishlayverasiz. Dokumentlaringizga yordam beradi. Keyin oylikdan ushlab qoladi buni. Shuni eslaringizdan chiqarmanglar. Oylikdan ushlab qoladi dokumentga yordam bergandan keyin. Ishlar juda ham ko'p. Kimki ishlayman desa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va kelinglar ishga joylashinglar. Akalar, opalar, rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Like bosamiz, shu videoni musofir do'stlaringga jo'natib qo'yamiz. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.